Bunda mana shu turgan 200 ming so'm pul bilan Haval M6 da 400 dan oshiq kilometr yurasiz desam ishonasizmi? Da, albatta, agarda propan qo'ysangiz, qaytarib o'tamiz, propanda aktam 95 dan yuqori beradi. Ahamiyat berib qo'yasizlar, balonni ideal qilib tagidan shumka va hid chiqarmaydigan qilib termotrubkalar qilib 4-pakelini eng arzon narxlarda ustanovka qilib berdik. Xo'p, oldi qismiga keladigan bo'lsak, idealni yubileyniy ustanovka Polsha miya Atike reduktor, Evror original parsinkalar bilan cho'tki qilib, zavodskiy ustanovka qilib ahamiyat berib qo'yasizlar. Ko'pchilik mana shu shlankalardan qo'ymaydi, ya'ni Fagmen original shlankalar. Xomutagacha original qilganmiz. Kimgadir propan yoki metan narxni o'z qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz, qaytarib o'tamiz. 200 ming so'm pul, 400 dan oshiq kilometr. Haval M6, H6, Cherry 7 Pro, 8 Pro, Malibu XL Premier barchasiga aksiya narxda propan va metan ustanovka qilib beramiz. Tanlovda adashmaymiz. Obuna bo'lishni unutmang. O'z obunachilarim uchun mega skidkalarimiz davom etmoqda. Ulgurib qoladigan joyi barcha turdagi avtomobillarga propan va metan xizmatlari mavjud.